Ko'pchilik akalarning so'ragan 17 ot kuchli benzinli satellitli original Texas motovlogimiz yetib keldi akalar. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini berib o'tamiz. Ular ma'lumotlarni boshlaydi akalar. Xo'p, 17 ot kuchli original Texas motovlogi bo'ladi. Yoqilg'i turi benzin boklari 5 litrli qilib ishlangan. Statorli varianti bo'ladi. Motorlari 192F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Reduktorlari ham katta reduktordan qo'yib ishlangan bo'ladi. Balonlarning razmeri 612 katta Cherokee balon bo'ladi. Oldida esa chiroyli qilib ishlangan LED faralari mavjud. Xo'p, yurg'ish joylari zavodni orqali yarimta tortganinglarda zavodit oladi. Xohlaganlar uchun bu tomonlarida kalitlari ham mavjud. Kalitga ham yarimta bosganingizda zavodit olish juda ham sifatli ishlab beradi. Filtrlari maslimli filtr bo'ladi. Maslimli filtr qanaqa ishlashini ustakalar juda ham yaxshi biladi. Xo'p, rollari uzun variantidan, skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlari mavjud. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Orqa tomonida qishloq xo'jaligi vom mavjud. Bu vomga karcha sistemasi, rotorni kasilka, spechjatkalarni qo'yib bemalol o'tlaringni o'rishinglar mumkin. Xo'p, buni komplektida 5 qatordan 10 qatorli frezalari, orqasidagi stokasi, kulishlari, dokumentlarini qo'shib beramiz. Xo'p, satellit nima deganlar uchun? Satellit reduktoriga mana bunday moslama qo'yib ketilgan. Ichidagi Arduino shistrna bor. Bu shu satellit bo'lgani uchun bosadigan narsalari ham ko'p. 4 ta bor. O'ng tomonda 2 ta, chap tomonda 2 ta bo'ladi. Chap tomon ruchkani bosish, chap tomonga bitta qo'lni o'zida burishingiz mumkin. Agar o'ng tomonda bo'lsangiz, o'ng tomon. Agar mana buni bosmasdan bursam, burilmaydi, qiynaladi. Yosh katta, qari tog'alar ham bemalol ishlatishi mumkin. Agarda kimdan kim xuddi shunday 17 ot kuchli satellitli original Texas motovloglarni xarid qilmoqchi bo'lsa, xo'p, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, endilikda siz bizning do'kondan motovlog xarid qilib olganingiz uchun sizga prosta takka bonuslar ham taklif etamiz. Bonuslari nima ukam deganlari uchun, xo'p, motovlogni xarid qilasiz. 7, 17, 16, 15 farqi yo'q. Kelasiz. Mana bu omadli barabanimiz bo'ladi. Mana shu barabanni xohlasangiz o'ng tomon, xohlasangiz chap tomonga bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Mana shu yerda turgan kulishlar, shuruplar, drill, bolgarka, dorsicha degan apparat nimaiki tutsa sizga shunday tekinga berib yuboriladi. 1 so'm ham pul olinmaydi akalar. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rdingiz. Bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini bosib qo'yishingizni unutmang akalar. Xo'p, manzil so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarida optim bazasi bo'ladi akalar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xuddi shunday mini kultivatsiya apparatlarimiz kerak bo'ladimi? Karchillar kerak bo'ladimi? Selka apparatlarimizmi, pluglarmi, motorlarmi, nimaiki kerak bo'lsa akalar, xohlaganlar uchun bir stokali pluglarimiz, universalniy pluglarimiz, spechjatkalarimiz ham mavjud. Mana bu yerda rotorni kasilkalarimiz ham mavjud. Xohlaganlar uchun mana bunaqa agatda orasiga bunaqa kultivatsiya apparatlarimiz ham yetib kelgan. Xohlaganlar uchun mana aylanma pluglarimiz ham mavjud. Aloqaga chiqsanglar, xuddi shunday agregatlardan sizga xarid qilib olishingizga yordam beramiz. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishamiz.